أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Arkadaşlar biz ilgili saatlik dersimizde kıraat hakkında toxtalgan. Kur'an'daki kıraat başka mesele. Kur'an 7 harf üstüge düştü degan başka mesele degan hakkında toxtaldık. Yine tekrar desem arkadaşlar biz okuğalarımızdan hemmisi bu sahada bir nezriye sübütüdeki malumatla eğer aramızda şu kıraat okuğalla okuqalsa yani Kur'an'dan mesela bir eski kıraattan icazı ağalla okuqalsa bu noktını en obdan şula bekra qanaqlıdı ameli düşünüdü. Biz her halda nezriyesini düşüneligen miqdarda düşünüşke tirişip mağımız inşallah. Bugünkü ders kitabımızdaki birinci kısmının ahırkı dersi. Muhtemelen kitabımızın çoğun iki kısmı bölünetti ya. Bu tügeydi o kitabımızdaki. Dersimizin mavzusu tarihul kıraat. Kıraatınki tarihi. Hususen hem de şahsen üzerine beysama ta bu haktaki malumatlarını kögenge kadar şu kıraat dese bir Kur'an-ı Kerim Arapça kitap harflerinin çıkarılış mehrajları var, kaidesi var. Şu boyunca bir kıtım ügünü varsa baştan ahir şu boyunca okuğulu bunu da dep ben hılı vakitçe şu şekilde düşünettim. Ama aldığın saatlik dersimizde tekrar dep öttüm arkadaşlar. Kıraat onda kaidigi sepla bir kıtım okuğaladığan, düşünüğaladığan nərsə emas. Kıraat Allah tarafından Cibril'e qanday şekilde düşürülgen bolsa, Cibril aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'a qanday şekilde ügetken bolsa, Resulullah sahabalarga qanday şekilde ügetken bolsa, ama bu sahabalardan tabi'illar şu şekilde devam qılıp zencirsiman halatda ta bugünkü günkü kadar keldi. Bugün mening bilishimcha endi ma'lumot tam to'g'rimi emasmi aniq bilmayman. Taxminan isnodninki zanjirsimon nimasi tabiiy qilsa 927 en uzun isnod bo'lmasa normalda 32. isnodga keldi deb o'ylayman. Qiraat sohasi 32. avlod Rasululloh vaqtidan tortib hozirga qadar. Aniken kıraat Resulullah sahabalığa qanday öğretken bolsa şu, ama bunu keyinçe kıraat imamları, ölümaları toplap birisi iki kıraatını toplasa, birisi üç kıraatını, birisi bir kıraatını, birisi 7 kıraatını, birisi 10 kıraatını toplap bizge bir ilim sübütüdü sungan ve şundakla bir kısım ölümalı tarafından kaidileştirilip kıraatke işaret kılıdığan belgeler koyulup tecvidlik Kur'an degan namda hemen bilisizlar. Vay tecvidlik Kur'an degan namda bazı okuluşqa suzulduğu yerlige, toxtaydığı yerge, mesela suzuluşunun hatta miqdarlarıgacha farklı belgeler bilen ayrılgan bir şekilde keldi endi. Eksi takdirde ölümalınki köpinçisi deyli, yoki tarihteki mötebir ölümal deyli Kur'an'a o şekildeki belge okuyuşunu to'g'ri emas deb qaraydi. Fakat kıraat Resulullah'ın devletinde ta hazırga kadar ustazın yani beşidin üzdün aldıdagilardan ügünüp keyinkilerge yetkizadigan bir zanjirsimon holatdagi farz deb qaraydi ve mushu jarayonni shakllangan betarix var. Bugungi bizning darsda o'qimoqchi bo'lganimiz dal shu tarixning qiraatning nimasi tarixi. Shu qiraatning tarixi. Qiraat temisi kana mavduul qiraat temisi muşu büyük hizmetke teklif kılıngan bu komitedinki bu isli komitet duç kelgen en mühim temalardan birisi. Nima uchun? Bilimiz men qaysi kuni sizlarga bir bahsini berdim. Muşu Qur'onni toplash xizmatini ustiga olgan Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun devrideki belirtme sabit olsa
Osman radıyallahu anh'ın davrida Zeyd ibn Sabit'ni o'z ichiga olgan bir komitet var. Bu komitet Osman radıyallahu anh'ın buyrug'i bo'yicha mushafni ixtilofni tugitadigan bir şekilde yezib chiqish kerak, Qur'oni Karimni ko'chirib chiqish kerak va bu ko'chirib chiqish bilan qiroatlarni birlikka keltirib, Qur'onningki til nuqtasini birlikka keltirib, Alloh burun yo'l qo'ygan, burun tushirgan 7 tilning qog'ozlarini amaldan qoldirib, bir tilni qo'yib qo'yish va bu bir til ichida mushu yezib şu til o'z ichiga olgan butun qiroatlarni, Rasululloh sahobalarga o'rgatgan butun qiroatlarni o'z ichiga oladigan bir holatda yozish, yozgandimi? Shu bir ahvol bor. Undan keyin mushu ahvol o'z vaqtdagi komitetni biroz qiynagan va ko'ngil bo'lishga tegishli taraf bo'lgan taraf shu, ya'ni u o'simi muhimmatu kitabatul mushaf, Qur'oni Karimni yozish xizmati. Bular endi bunga nisbatan o'z vaqtdagi yoziq tabiati yoki mushlarashda o'ylab yozganmi, bu bizga nisbatan noma'lum, ammo muhimi mushu Osman radhiyallohu anhu yezib ko'chirib taqatgan Qur'on navbatdagi davatgan 7 qiroat 10 qiroatning hammaga tushadigan shaklda yozilganligini. Mayli Hafs an Asimning qiroati o'qisimi tushdi shu Qur'onga. Mayli Hamzning qiroatiga qarasini tushdi shu Qur'onga tushdi. Davatda Abdurmaydi mushu ahvolni so'zlab vaqat vajadat hazihi al-lajna, bu komitet, bu gruppa Qur'oni Karimning chikitini qo'ymaslikda, i'robini qo'ymaslikda dal qiroatlarning ko'pinchisini o'z ichiga elish masalasiga bir go'zal hal qilish chorasi bor. O'ylama, chikit olmay qolsa, chikit yo'q degan gap ya'lamun o'qig'ulim bo'ladi, ta'lamun o'qig'ulim bo'ladi. Ne o'ylamamdi? Ya'lamun, ta'lamun, chunki ya bilan ta'ning chikiti yo'q. Ya'lamun deb o'qiydigan qiroatlarni o'qiy oladi bunga qarab, ta'lamun deb o'qiydigan qiroatlarni o'qiy oladi bunga qarab. Masalan, Maliki yawmiddin. Qur'onning hozirgi eshib shunda betiga qarasanglar, mim, lam, kaf. Maliki yawmiddin deb o'qisimi bunga tushadi, Maliki yawmiddin o'qisimi tushadi. Mush shaklda yozilgan ya'ni. Chunki iz asbahal mushaf fi kitabatihi hazihi. Qur'oni Karim o'zining mushu yozilishida, Qur'on o'zining mushu yozilishida ularning davrida qanday qilinayotgan, o'zaro qo'llanilayotgan, o'qilayotgan qiroatlardan ko'p sonliqni o'z ichiga oldira oladigan bo'lgan. Qiroatlar ashu nimaning yoziqning chikitsiz, i'robsiz yoziqning o'ziga qanday qila oladi, tushalaydi degan gap masalan. İ'rob bo'lmagandan keyin ba'zi qiroatlarda zo'r qo'ydigan yer va ba'zi qiroatlarda zo'r qo'ydigan yer va i'rob yo'q Qur'onda. A qiroat bo'yicha zo'r qism bo'ladi, ma qiroat bo'yicha zo'r qism bo'ladi. Mush shakldagilik savoqdoshlar. İbn Jazari rahimahulloh deydi: "Ve jurridat hazihi al-masahif jami'uha min an-nuqat wash-shakl." Mushu mushaflarninki hammasi Osman radhiyallohu anhu ko'chirib taqatgan mushafni demakchi. Chiket va i'robdan qana qilindi, xoli qilindi. Nimishqa desa, sahih naqlisi sahih bo'lgan butun qiroatlarni ustiga ololisin uchun. Sahha naqluhu degan gap Rasulullohdan sahih kelgan, naqlisi sahih kelgan qiroatlarning hammani ustiga ololisin uchun va Rasulullohdan tilovati sabit bo'lgan qiroatlarni ustiga ololisin uchun. Chunki o'z vaqtdagi e'timod tayinish demakchi. Asosli tayinish hifzigida nimasiga xatga emas. Ya'ni kishilarning 98% o'z vaqtida Osman radhiyallohu anhuning davrida Qur'on o'qidi desa, Qur'on desa, kallasida yodlab olgan Qur'on maqsad, unda qo'lda kitob shaklidagi Qur'on asosan yo'q deyarlik. Xos o'zal adamlarda bor. Ibn Mas'udga o'xshash, Ali radhiyallohu anhuga o'xshash bo'lmasa normalda kishilarning oldida Qur'on yo'q. Uning oldida nima bor? Kalla bor, shu yodlab olgan bir ma'nosi bor. Wa kana min jumlatil ahruf allati ashara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi qawlihi. Yine Rasululloh mushu Qur'on 7 harf ustiga tushdi deb ishorat qilgan harflarningki umumisining qatoridan bo'lganligi edi. Undan ekan mushaf deydi. Mushaf
Resulullah'tan en ahir katimlik Resulullah'ın okuşida, yani Cibril'ninki Resulullah'a okup birişi, Resulullah'ın Cibril'e okup birişi de muqarrarlashgan, istaqarra alayhi muqarrarlashgan labzi üstüge yazılgan. Buni xuddi buni salaf imamlaridan nurg'ular, g'ayri vahid degan nurg'ulari o'chib o'tirib qo'ygan sarraha Muhammad ibn Siringa o'xshash, undan boshqasiga o'xshash. Demak, eng oxirgi qatim hayotining oxirgi bosqichlarida Rasulullohga Jibril ikki qatim qanaq bergan, oldidan o'tkazib bergan Qur'onni shu o'qilishdiki talaffuz labzi qanday bo'lsa, Osmon radhiyallohu anhu ko'chagan vaqtda shu shaklda qana qilgan, ko'chagan. Va min ma'lumki sahaba radhiyallohu alayhimlar fath qilingan shaharlarga tarqaldi. Ulardan bir bölüklere Irak'ta bo'ldi, bir bölüklere Şam'da bo'ldi, bir bölüklere Yemen'de bo'ldi. Mana shunga o'xshash sahabada tarqaldi. Shu bir sahaba masalan, nega bo'lgan sahaba deyli? O'zi turayotgan shahar ahliga Resulullah'dan o'rgangan qiroatni Osmon radhiyallohu anhuning mushafiga qarab qana qiladi, o'qitdi. İbn Cezeri davatidu ve qara kullu ahli Mısr, her şehir ehli var. Mısır dese Mısır'da oturmanlar. Her şehir ehli özlerinin mushaflardaki boyunca okuydu. Ve Resulullah'ın eğiz degan gapi, eğizden ügengen sahabalardan şu mushafdagi qiroatni qanday qiladi o'rganadi. Mushu boyunca ma'lum. Sahabalarning qiroatining shakli shu. Ondan keyin bular bu orqali Resulullah'dan bevosita o'rgangan sahabalarning maqomida bo'ldi degan gap. Chunki sahabadan o'rgangan bo'lg'achqa, undan keyingilar sahabalarga o'xshash o'rni paydo bo'ladi bu jihatda. Va nabaga adadu min tabi'in tabi'illardan nurg'un kishilar Medine, Mekke, Basra, Kufa, Şam qatorliq joylarda mushu xizmatni ado qilib ko'zga ko'rindi. Nabaga degan gap ko'zga ko'rindi. Bir ishda nimaga chiqdi? Deymiz, masalan, hozir maktab bitirdi ya. Maktab bitirib ma'lum kasbda pishbitildi, ko'zga ko'rindi. İbn Taymiye rahimahullah deydi, fa innahu, yani İbn Mücahid demekçi. Kim o İbn Mücahid? Aldığımız saatlik dersimizde ulamalar biraz ağırınlıgan edenin birisi vardı o. Hele 7 qiraatni toplagan. Nemişki 8 qilib toplamaydı, yoki 6 qilib toplamaydı, 7 qilib qo'yib, haqliga mush 7 qiraat bilan 7 ahruf degan gap ikkisi qanaq bitib qoldi, arilish bitib qoldi. Mushudan sababsiz degan adam shu. İbn Mücahid Haramayn, Iroqayn, Shamlarninki Haramayn Mekke Medine, Iroqayn Kufa Basra, Sham qatorliq joylarning qiroatlarining eng mashhurlarini to'plashni yaxshi ko'rdi. Chunki mushu 5 shahar payg'ambar ilmi, Qur'on, tafsir, hadis, fiqh ve aşkar işler, aşkar işler ve başka dini pellerden ibaret payg'ambar ilmi chiqqan shahar edi. Mush 5 shahar İbn Mücahid Müşşiyadın toplamakçı oldu deydi. İbn Cezeri deydi, andinkin bir qavm, degan ma'lum bir bölük kishilar maxsus qiroat ve elish uchun ajraldi, tijarada ajraldi. Bular qiroatni muqimlashga ko'ngil bo'ldi, atamma inoyat, to'liq ko'ngil bo'ldi. Hattoki bu sohada bular boshqalarga egashgidek bir imomga aylandi, ular safar qilgudek, ulardan bilim olgudek ve ularning shahar ahli ularning qiroatini qabul qilishga nima keldi? Ijmo keldi. Demek bir imomga aylandi. Ular haqida shu qiroatda ikki odamni ixtilof qilmaydigan darajaga keldi. Ularningki qiroatga o'rtaga chiqqanligini tasaddi degan gap maxsus zodi qiroatni bitirab qilamiz deb o'rtaga chiqqanlik uchun bularga shu qiroat nisbat berildi. Yana bunday gap bor, qattiq ham tushunib qo'ysam, masalan, aramizdagi ma'lum birisi ya amtaxon ya samtaxon ma'lum bir sohada izdendi, izni bir yerga bordi, oxirida zaten bütün shahar ahli mushu sohada bu adam asos, bu adam mush sohada gap qilsa yetarli. Buni undan keyin surishti qilmaymiz deydigan bir yerga boradi ya, o'z vaqtdagi qiroat sohasi shu darajaga borgan.
Şu kıraat şu adamın ismi bilen atalgan deydi. Mesela deyli Medine'de kim battı? Ebu Cafer Yazid ibn Qa'qa, andagin Şeybe Nasah, andagin Nafi ibn Abi Nuaym. Ondan keyin Mekke'de kim battı? Abdullah ibn Kathir, Hamid ibn Qays al-A'raj. Hele 7 qiraat 10 qiraatning sahipleri muşlarning içinde baha. Sel turib biz 7 qiraat 10 qiraatni bir ko'rib o'tamiz. Kufada kim battı? Yahya ibn Mesab, Asim ibn Abi Najda, Süleyman al-A'mash, andagin Hamza Kassai. Muşlarning hammasi bir necha biz hozir 7 qiraat otlanishdagi xil qarimli bor. Basrada kim battı? Abdullah ibn Abi Ishaq, İsa ibn Umar, Abu Amr ibn Ala, andagin Asim al-Jahdari, Yaqub al-Hadrami. Şam'da kim var? Abdullah ibn Amir, Atiya ibn Qays al-Kilabi isimlerini okuyarlar o zaman. Andın kiyen ma yukarıda tılgı elinğanlardan keyinki qarımlar köpeydi. Çünkü oylap bakınlar, her bir adamın 3-4 şagird olup qalsa, üstüde tılgılanğan 7-8-10 adam deganning 40-50 şagird olup ketadi. Bular şehirlerge ta qaldı, kengaydi, tafarraqum ta qaldı, intişarum ta qaldı ya. Ve ulardan keyin millet olab ularning tabaqati tunutulgan keldi ulardan keyin. Mesela her birisinin mançının şagird olsa palanın şagird. Bu kundan qiraatni o'qiydiganlar, bu kundan qiraatni o'qiydiganlar deb umam degan gap millet olab jaqadan ko'paydi. Andin keyin Ebu Ubayd ibn Qasim ibn Sallam Hijriye 224-yilda vafot topgan kishi kelib qiraatlarning hammani bir kitobga to'pladi. Qiraatning hammani bir kitobga to'pladi. Shu odamlarningki o'qiydigan qiraatlarini palanimda o'qiydi bugun. Endi bir narsani deb qo'yay, eskartib qo'yay. Palanning qiraati, bugunning qiraati, Asimning qiraati, masalan, Hamzaning qiraati desa, bosh kishining qiraati tubdan birisi-birisiga o'xshamaydigan qiraat deb tushunib olsanglar bo'lmaydi savatdoshlar. Asim o'qiydi Qur'onni boshdan oxir, faqat bir yerga vaqtda manda o'qiydi. Yana birisi Hamza o'qiydi. O'qigan yerning 80, 90, 95%, hatta 98% o'xshash Asimga. Yana bir yanında o'qiydi. Maqraat ana oldu aqrada. Bu alik ikki odamning qiraati desa, bütün yerning hammasi o'xshamaydigan bir ish yo'q bu yerda. Xuddi Qur'onni boshqa unda ahvol yo'q juma. Ondan keyin va kana avval imam mu'tabar yaqum bi hadhihi al-muhimma. Va bu kishi, Abu Ubayd al-Qasim, mushu xizmatni qilgan, yaqum bi hadhihi al-muhimma. Bu xizmatni qilgan birinchi mu'tabar imam edi deydi. Va kana adad al-qurra, yana mushu Ibn Sallam ularga to'g'ri olgan o'zining kitobida mu'tabar imomlarning soni taxminan 25 edi, 7 mashhur qarimi. O'ylab bakınlar, bizge davamlıq 7 qiraat, 10 qiraat deb tunulub qalğanlar əməliyyatda necdana qarın barkən dağlıq qarında 25 qarın var. Əgər sana olsa 25 qiraat var degan gap. Buna deganlar Qur'on 25 xil o'qiladi deganlik emas, 25 adam mush sahada tadqiq qilib o'rtaga chiqqan demakki. Qiraatmi shu. Andan Ibn Sallamdan keyin nurg'un tirishchiliklar, urinishlar maydonga kelgan. Bu tirishchiliklarni qarilardan bir bölük ulamo. A'lam degan gap mush Uyg'ur tilidagi mush ma'lum bir sahil etilgan peshvo ulamo damollaman a'lam deydi. Mushlar qilgan. Shuning qatoridan Ahmad ibn Jubayr ibn Muhammad al-Kufi Nazil Antakiya deydi ekan bu odamning ismini. Mush kishi to'plagan bir kitob bor. Ondan keyin Qadi İsmail ibn Ishaq al-Maliki bu Qalun degan kitobning avtori ki qiraat haqida kitap yozgan bu kishi. Bu kitobda 20 qiraat chiqdi endi. To'plagan 20 qiraatning ichida 7 qiraatni bildi bu. Ondan keyin Muhammad ibn Jarir al-Tabari hammalarga tanishliq bir kitobni to'plagan, zo'r kitob, buni Al-Jami deb atagan, buningda 20 necha qiraatni to'plagan. Ondan keyin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Umar ad-Dajuni kelgan bu kishi ham qiraat. Bu hammasi qiraat haqidagi kitoblar. وكان أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد بن تيمية bu kishi 7 qiraat ustiga to'xtagan tunjidan iboyatning 2 bet oldida Ibn Teymiye Ibn Mujahid deb birisini gapini qildi, mushu dem shu. 7 qiraatni tunjulab bir kitobga to'plagan odam shu. Hozir qadar 7 qiraat deb bizning eg'izimizga 7 qiraatning kap qilishiga sabab bo'lgan odam mushu shu. Ibn Mujahid o'zi hafizdi, qiraat ilmida
aldın qatardaki, muqaddaman degan gap, aldın qatardaki bir hafizdi. Bag'dod hijriya 245-yilda tug'ilgan. Buning shogirdi nihoyat ko'pdi, taqvoli qattiqdi, yaxshilikqa bak qiziqdi. Hijriya 324-yili vafot topgan. İsa Aleyhisselam 80 yaş etrafında. İbn Teymiye dağıtıdı. Felemma arada İbn Mücahid. İbn Mücahid aş yukarı İbn Mücahid yette danlı kıraatını toplaşını irade kılıverdi deydi. Yani aşını irade kılıverdi, muşunu topladı. Muşu şehirlerninki kari imamlarıdan. Aşu Kur'an çürülgen yetti harfinin sanığı uygun bolsun de. Yani mademden bunda toplayıcı insan olsun. Herkes mi? La li'atiqadihi ev i'tiqad gayrihi minel ulema. Ya bunun anda oylap qalğanlığı ya ondan başqa ulemanın onda oylap qalğanlığı düşünemez ki yetti qiraat, yetti harf dep oylaganlığı düşünemez. Ya ki muş yetti qiraat ondan başqalarının qiraat bilan o'qish to'g'ri emas deganlik düşünemez insan olsun. Faqat Kur'an yetti harf boyunca tushdi deydigan bir sanoq açqanda kallasida bir teberruk sanap, teberruk bilip, men boş başkasına toplamay, bu yetisini toplay ya da bir toplap qalgan yeri var. Herkes o anda oylamaydı, özü takva adam, özü hem bilimlik adam, aynı bir udul kep qılığılık yani. Şu Mekke'yi davatıda kimki muşu qarilarınki qiraat yetti qaranın, Nafi, Asım oşaşını. Bula hadistiki yetti harf dese, nayt katta hata ketken burada deydi. Ve deydi, muşunun lazım buludu ki, muşu yetti qarimnin qiraatidan chiqib ketgan adam mayli. Demek, başka imamların qiraatlar okusuma, imamlardan sabit olganlarıdan ve mushafning xatiga uygun kelganlaridan herkes Kur'an bo'lmaslik lazım kilidu degan gapmi hem büyük bir nima xatolik. O yetti qarimning qiraatidan chiqib ketsama, bo'laveradi, cho'ng masala yo'q demakchi. Ve deydi, endi yettigilam to'xtashning sebebi bu kitapta, halbuki qiraat imamlarının içinde o yetti öylendinmi ulug'roqlari batdi martaba jihatda. Yoki ularga o'xshashlari batdi, ularning sonidan ko'proq. Buning sababi nima desa, imamlardan rivoyat qilganlar nihoyat ko'pdi. Endi adam o jiqo'gan ekan, o yettimas ya 25 gibi qildik ya baya. Falamma taqasaratil himam, bu da adamning himmati kam keladi. Hammasini to'plab qo'ygandan keyin nimaga to'xtadi desa, faqat Qur'onning mushafninki xat nusxasiga uygun keladiganlarga, yani yodlash qolay bo'lganlarga, qiraat qilish muqimlashadiganlarga to'xtadi. Bular qarab baqdiki, ishonch, omonat va qiraatga lozim tutishda ömrü uzun bo'lganlarga qaradi va uningdan elishda ittifoq kelganlarga qaradi da her şehirden birden imamını mustaqil keltirib, 7 şehirden 7 imamını ekilib, 7 qiraat qilib qo'ygan. Bu 7 qiraat keyincha mashhurlab, xalqning kallasida ibodatni biz deganda, kek aldan soatlik darsimizda deganda bir xil xato tushunchaga sabab bo'lib qolgan deydi. Hamda avtor o'zininki mulohazatini bir vaqtda saboqlashlar. Biz endi bu tiz bir kurab o'tish qiraat amaliyotda men sizga bir gapimday qiraat haqida tunagan bo'lgan o'quvotimiz bu anda oson tugaydigan ish emas. Hem dedim ya, qiraat haqida bir ijozi xarakterlik necha qiraatni olmagan odamning tam tushunib bo'lishi ham tez tirishimizdan tushunishga. Avtor davomida mushu tiz kurab o'tishni muhim bir mulohazlar bilan oxirlashtiraylik. Naqdim birinchidan to'g'ri sabit qiraatlik ko'p. Kallangda aniq bo'lsin, 7 lam emas, 10 lam emas, undan ko'p. Fakat İbn Mücahid toplagan 7 qiraatga qarashliq emas, balki rubbama kana mau 7lardan boshqasidan rivoyat qilinganlarning ichida uningdikidinmi ko'pinchisining sahihroqmi ko'p bo'lishi mumkin. Fakat nadan odamlar mush 7 qiraatda kamiganlar hammasi shoz deb o'ylaydi. Mabak muhim gap. Endi Mavlani bundaq shubhiga cho'kizib qo'ygan narsa nima desa, ularninki 7 harf hadisni xato tushunib qolishi. Ibn Jazari deydi, shunlashqa mutaqaddimin imomlardan ko'pinchisi Ibn Mücahidning 7 qarimning qiraati bilan to'xtaganligini yomon ko'rdi va uni mushaqda xatoga nisbatan degan, mush ishni xato qilgan, ya 8 qilaversa, ya 6 qilaversa,
Nim deb 7 qilib qo'ydi. 7 qilib qo'yganlik tufaylidan keyincha mushu ahvollar mashta bo'lib qolgan degan bir ahvollarni o'rtaga qo'ydi. Shunga oldi bo'lsin 7 qiroat deb uningga xos emas. Qiroat uningdan ko'p, faqat bir adam İbn Mujohid bir kitobga qiroatni to'plab qo'yganlik uchun bu dongli qolib ketib, tunish qolib ketib, a 7 harf bilan ma 7 ikkisi o'dilishib, xato tushunch ashyolarni paydo qiladi. Bu birinchi mulohiza Abdurning bergan. İkinci mulohiza Müslümanların arasında şunun da ixtilof yo'qki, sahih sabit olgan dongli qiroatlar, sahih sabit olgan dongli qiroatlar tunilgan shartlar bilan ahvollardan biri ahvolda bir-birisiz gap qolmaydi. Masalan, manch qiroat dedik. Madam sahihdan bo'ladigan mutawatirlik sharti bor buniki. 3 shartni o'tirib qo'ydik biz ilgari darslarda. Sanalda barcha. Birinchisi mutawatir bo'lsin, ikkinchisi mushafni xito'g'ri kelsin, uchinchisi arab tiliga zid kelmasin. Arab tilining yo'llaridan biri o'tsin dedik. Bu shartlar bilan o'qilgan har qanday qiroat bir-biriga nima zid kelmaydi. Ulamolarninki ko'z qarashi shuki, qiroatlarning muxtalif bo'lishi ikki ishning birisi. Birisi ya lafziga qaytadi u ixtilof, ma'no bir, masalan imala o'qigan imal masalan va-duha bilan va-duhaninki hech qanday farqi yo'q ma'no jihati. Faqat lafzdagi idg'om bo'lmasligi, lamlarni yumshoq chiqarish yoki qattiq chiqarish. Yumshoq chiqarish degan gap lamni le elish yoki la elish, le yoki la degan shaklda elish. Bular faqat ma'noga ta'sir ko'rsatadigan ishlar emas. Bu bir. Ikkinchisi, ya bu qiroatlarning o'xshamasligi ma'noda bo'ladi, ammo shart nima desa, zidlik bo'lmagan bir shaklda. Masalan, ba'ada bilan ba'ada. Bir oyat var, hozir ismiga tam ololmayapman. Robbana ba'id baynana va bayna qawmina degan o'xshash bir oyat var. Lafziga qarasanglar, ba'ada yeni bir qiroatda ba'ada, lekin ikkilasini ba'ada hozir sizlarga ko'ringan shaklda o'qiyapman. Birisini ba'id deb o'qiyman, birisini ba'id degan shaklda o'qiyman. Bu bir cho'ng farqi yo'q masalan, ma'no jihatda. Lekin farq bo'lsa-mu, unda bak zidkagidek ma'no emas. Ya'ni mushu sabit qiroatlar, sabit degan sahih qiroat, bunda ma'no zid, ba'da bilan ba'daning ma'nosi farq bor, lekin hammasi haqligini, hammasi to'g'ri keladi lekin mazmunga. Ma'no o'xshamaydi, lekin mazmunga to'g'ri keladi. Buning hammasiga aytish vojib. O'ziga olgan ma'noga, mayli ilm nuqtasidan, amal nuqtasidan ergashish vojib. Ve onun birininki taqazzosini yana birining tufaylidan tashlash asla to'g'ri emas. Üçüncüsü, qiroatlarning hammasi bizga yetib kelgan shu bir harfdan. Degani, ma gap muhim gap esonda bo'lsin. Osmon radhiyallohu anhuning oldida 7 harf bo'yicha bo'lgan bo'lsa, Osmon radhiyallohu anhu 6 harfni tushirib o'tib, faqat bir harf bilan qoldirib qo'ydi va biz yuqorida gapini qilayotgan mayli 10 qiroat, 7 qiroat, 20 qiroat olsin, shu bir harf o'ziga oladigan qiroatlar hammasi. Lekin sog'lom qiroatlarninki ko'pinchisini 7 qiroat yoki 10 qiroat o'ziga bo'lmaganligini ba oldi boshqa demakchi. 7 lam emas, 10 lam emas, ba hammasi 20 chiqıcı ba. Mushlarning hammasi bir harfning ichiga tava deydi. Mana gap shuni hisoblashlashlar. Endi kalla qirishdi bizning kalla hozir bu qanday gap bu? Chunki bizning qabul qilmaydigan bir tarafimiz bor. Chunki qanday desanglar, biz kichik chaqimizdan tortib bir xil o'qib keldik. O'rgandik, shuni ko'ndik. Qur'on qarasaqlam shu xil o'qiymiz. O qadar ko'p qiroat qilib o'tishdan nima hojati deydigan bir savol kallamizga paydo bo'ldi. Abdur davotida qiroatlarni ko'p qilishning hikmati birisi Qur'on o'qishdiki bu ummatga yengillashtirish. Mushu gap bizga sig'maydi. Biz bir arab emas turib, haftada o'qib qolamiz emasmi? Tam anglab qolamasligimiz, shuni qolamasligimiz mumkin. Chunki kishilar ishida ayollar va qarilar va odatdagi insonlar borki, o'zlarining lahjalaridan boshqa talaffuz qilishga qodir bo'lmaydigan. Rasululloh bu tarafiga ko'ngil bo'lgan, anasi masalan, shuni bilan Robbidan afu so'g'an, ijobat qilgan Rasulullohning ummatiga yengillatgan Qur'onni xil-xil turli qiroat bo'yicha tushirgan. Bu bir. Ikkinchisi, qiroatlarning o'xshamasligi o'zaro so'zlarni bir-biriga sharh qilish. Masalan, bir oyatda kelgan bir qiroat, yana bir qiroatga sharh bo'ladi. O'qib boqamdik. Wa takunul jibalu kas-sufil manfush. Qaysi oyat ma o? Wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. Qariya surasida. Ahn degan nima? Balkim buning al-ahn degan so'zning ma'nosini topish uchun lug'atga murojaat qilishimiz mumkin. Ammo
Yeni bir qiraatga qaraganimizda va takunul jibalu kasuful manfush desa, ha, ahn degan gap suf degan gapga, yung degan gapga. Masalan, yung degan bilisizlar-ku, ha? Qo'yninki, kalaninki, tugunninki tirlari. Nima tirlari debdi, tuklari yung bo'ladi. Tag qiyomat kuni vaqtda bir atqan yungga o'xshaydi. Ma kasuful manfushdagi suf kal-ahnil manfushdagi al-ahninki tafsiri o'rnida qo'llanilsa bo'ladi. Gerçi va takunul jibalu kasuful manfush degan qiroat mening bilishimcha mu'tamad qiroat emas. Mu'tamad qiroat emas. Üçüncü hikmeti hükümlerin bir hükmü bayan kılış. Mesela kıraatlarda bazı bir hükümler yeni bir kıraatı bayan kılınıp kalırdı. Mesela ve in kana raculun yurasu kelaleten ev imra'atun ve lehu ahun ev uhtun felikulli vahidun minhuma sudus. Ayet şu aldığımızdaki. Ama Sa'd ibn Abi Waqqas'ın kıraatında ve lehu ahun ev uhtun min ummihi de min ummihi artıq. Mişa qaraplam ha onu tarafdan qarindosh yoki singil hada bo'lib qolsa deb tafsir mush shaklda qilinadi endi. Bu bir misol. Yana bir misol fa'tazilun nisa fil mahid va la taqrabuhunna hatta yathurna. Mayli yathurna o'qiladi. Ya'ni hayz vaqtida ayollardan ayrılib turinglar, yaqinlashmanglar, ular pok bo'lgan qadar yathurna shaklda. Yana bir qiroatda yattahharna deb bunda bir qiroat var. Yathurna başka ma'no, yattahharna başka ma'no. Yathurna kunlarning soniga qarab turib to'xtagan vaqtni ifodalasa, yattahharna yuyungan vaqtni ifodalaydigan bir ma'no va ahkamlarga qarab baqsaq, tafsirga qarab baqsaq, nihoyat yorqin chiqadi bu. 4-hikmat maqsad emas bo'lgan taraflarning vahmisini dafiy qilish. Masalan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salat min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Ey mu'minlar, juma kuni namozga azan to'lansa, Allohni zikr qilishga oldirib beringlar. Fas'au. Buni qarab turib ba'zilar sa'a degan gap bunda yugagan ma'nosini borchu, cho'qim masjidga yugurib berish kerak degandek ma'no tushunilib qolmasin deganni niyat olamiz. Yana bir qiroat. Yana bir qiroat nima? Famdu ila zikrillah. Famdu degan normal mengish degan gap. Ma ikkinchi qiroatdan birinchi qiroatdagi xato o'qim qanday qoladi, yo'qtiladi. Ya'ni maqsad oldirab mengish, anda yugurish emas. Birinchi qiroat juma namoziga mengishda oldirashning vojibligini vahmilandirsak Allohimizga. Ammo ikkinchi qiroat mushu vahmini qanday qiladi, yo'q qiladi. 5-hikmat Qur'onning bütün arablarga nima o'qishi, maydon o'qishi. Yani qana no'chaq bo'lma deganda Qur'on boshdan oxir Qur'onning o'qishini keltirasan, keltu degan bir da'vo bilan ketadi emasmi? Mushu vaqtda qiroatning har xil bo'lishlaridimi ham arablarga nisbatan bir tahdid yani. Qana desanglar, dijitlar bilan keltirgan bo'lsa yana bir tilsiz. Nima deydi? O'zining tillari bilan kamigandir. Bizning tilimiz bilan kelgan bo'lsa, keltiribdi o'qishini. Masalan, arablar necha qabila Quraysh, bu Banu Tamim, bu degandek. Faqat bir tilla bilan kelib qanotlar kelmasa, bizning tildan kelmabdi. Bo'lmasa biz degan yezivetimiz unda Qur'onni deydigan gap chiqdi. Hozir qarasa, hammasi tildan keladi. Hamma arab tushungulik bir holatda. Ma masala. 6-si qiroatlarning bu shaklda tepilishi grammatiklarni shu qiroatlarni yo'lga solishga majbur qilganligini xilma-xil o'qig'ildan grammatikchilar buningga yo'l tepish uchun grammatikani qanaqadan kengaytgan. Shuning bilan bu xil shaklda yo'l tepish arab tilini beyitgan. Zarkashi davatida imom qiroatlarning yo'llarini tepishga nihoyat ko'ngil bo'lingan. Bu haqda kitoblarni yozgan. Shu kitoblarning qatoridan Abi Ali al-Farisininki Al-Hujjat nomli kitobi ve Mekke'nin Keşf nomli kitobi ve İbn Cinni'ninki Al-Muhtasab fi Tevcih Eş-Şavaz degan kitoblari. 7-ahmiyati qiroatlarning ko'p bo'lishining ahamiyatlaridan birisi Allohning kitobidagi sirni oshkorlash, Allohning kitobini o'zgartirish va qanday qilish ixtilofdan saqlash. Shunda ko'p yo'llar bo'ladir. Qiroat o qadar ko'p, ammo ahkamlarda bir so'zga to'qinib qilish ahvoli yo'q, ixtilof qilish ahvoli yo'q. Tamam. Shunday darsimiz oxirlashdi. Darsning eng oxirisida hammanglarga anglab ketgan 10 qiroat va mushlarni bir ismini ba'di mushuni ko'p o'tib o'tili, ha?
Özüňiz görseňiz boldy, şunda olsun billah körep ütile. 10 qari we ulanyň riwayeti. Hiç olmasa biz bugün qaysi qarinyň qiraаты boýunça okumy şunda olsun bilip alsa arkadaşlar. Aramadyky qarilagy bilidi tabi. 10 qarim del ölümaly bulanyň qiraatyny nakl qilishga köňül bölgen qarimlar bolup bu iki xil. Awal 7 qarim Ibn Mucahid Allah'ın bunu bir qanda qildi. Bir köp ütüle. Andan keyin İbn Cezeri Allah'ın 3 qarim ba, jami neç qarim? 10 qarim. Hazır şu 10 qiraat dep tunululuk ko. Mesela uridu fima ya'ti twende muşu qarilarning isimlerini, riwayatlarning isimlerini, vafat tapqan yillerini iki jedwelde keltirimiz. İki jedwelning her birine bazı mulahizatlarını dep maňamyz deydi. Mesela birincisi 7 qarimninki isimleri, riwayatlarning isimleri. Birincisi Nafi İbni Abdurrahman el-Medeni. Bunun rivayet qilguvchisi birisi İsa ibn Mina, birisi Verish Osman ibn Sa'id. Bu şekilde. İkincisi Abdullah ibn Kathir el-Mekki. Üçüncüsü Ebu Amr ibn Ala el-Basri. Dördüncüsü Abdullah ibn Amr el-Şami. Beşincisi Asim ibn Ebi Necud el-Kufi. Beşincisi Hamza ibn Habib Ziyad el-Kufi. Yettincisi Ali ibn Hamzatul Kessai. Tamam mı? Ama şunçdaki biz okuvatqını qaysı arkadaşlar bilemizler? Kaçıncısı? Biz okuvatqan qiraat qaysı muşlarning içinde? Beşincisi doğru. Allah razı olsun. Beşincisi bizden okuvatqan qiraatlarımız Hafs an Asim. Aşta deyimiz. Bizden okuvatqan, növbetde okuluvatqan İslam dünyasında qiraatlarning hammasi muş beşincisi. Beşincisinin iki kedem riwayat qilibdi ya Hafs an Asim. Muşu boyunca tunuşsam buldu. Qağallarını hazır kadar biz okumadık cuma. Ama men aldığım saatlik derslerimde dep ötken internetga kirip, YouTube'ga kirip muşu qarilarning isimlerini ködäňlarni selip qiraatini izlep baksaňlar bazı farklarını his kılısılar. Ama biz okuvatqan qiraat tekrar dep qo'yay. Beşincisi Hafs an Asim. Yani muşu 7 qari hakkında mulahazat kelsak, ma 7 qarim Peygamber ilmi onundan çıkan ma'ruf ilim şehirlerinden bayatdan Kufa, Basra mesela, Şam, Mekke, Medine degandek, İbn Teymiye degandek, Mekke, Medine, Kufa, Basra, Şam degandek. Ama o qarimlarning ahvalini bilishtin şunu mulohaza qilgimiz keladi. Kufa'nın nasibisi başka şehirlerle qaraganda biraz çoğ. Çünkü Kufa'dan 7-3 var. Asim, Hamza, Kessai. Kufa şunu qaragan vaqtda öz vaqtda ilim şehriga qana qilgan, aylangan. İlim şehriga aylangan. İkinci mulohaza Mao qarimlarning hammasi Hijriye 2-nji yilninki kişileri. Köpüncüsü Hijriye 1-nji asrını tapqan gep sahabalığa ulaşkan. Talaqqa ve anisar sahabalıdan ögengen. Şoň aşqa ularning köpüncüsü tabiillardan hesaplanadi. En burun vafat tapqan İbn Amir, ahirqisi Kessai. Üçüncü mulohaza Mao qarimlar köpüncüsü mavalilarning qatarında. Nima mavali degan qaysini bilisizlar? Faqat iki qarimdan başqa Abu Amr ibn Ala ve Abdurrahman ibn Amr. Mavali degan nima olsa arkadaşlar? Mavali degan nima? Mavalining bekçik manisi var ama köp hallarda şu ulamaning içindeki mavali dep gap qalsa Arab emas ulamany mavali deydi cuma. Arab emas ulamalarni nima deydi? Mavali dep ataydi. Tarix qarab baksaňlar, muşu dinga, dini ilimge hizmet qilganlarning köpüncüsü Arab çıkmaydı. Mesela muşu aldığımızdaki hadis kitapları değil. Allah Araplığı o kadar fazla merhamet verdi ki Kur'an'ı Arap dilinde düşerdi, Peygamberini Arap dilinde öğretti, Resulullah'ın kapkası ümmetinin en yaxşı kişileri olan sahabelerini Arap dilinden çıkardı. Ama ondan kinki dinge hizmet kılgan, dinne kinki Allah'a yötkügerler, köpüncüsü
dağınlıklarının köpüncüsü Arap emas çıkıp vardı. Şu 6 sahih kitap dep tunulgan 6 kitap var ya, gerçi hemiz sahih olmasama. Mesela Bukhari desek Arap emas, Tirmizi, Nesai, mesela köpüncüsü Arap emas. Grammatik kitaplarınki, balagatlarınki köpüncüsünü ecemler yazıqlıq. Mesela Hasais, Araplarımızdaki en dağınlıq kitap til, fiqh lugada. Muşunun Abdurra İbn Cenni hemenler bilirler. O adam Arap emas, Rum mesela. Muşunun oxşar mesela. Dördüncü mülahize, maqarımlarının hemmisi ömrü uzun bolğanlarının qatarı. Yani uzun ömür birilgen ki, bularning kişilerge Kur'an'ını uzun mezgil uqtuş pürsüti ularga qana qılgan birilgen ve ularda bir neçe avlad kişiler terbiyelenip qana qılgan çıqqan deydi. Beşinci mülahize, Mavlanın hemmisi ilim, taqvalık, doğru, dürüst meŋeş ve ahlak cihette büyük orundaki kişiler. Altıncısı, bazı qarımlar ular özlerinin rivayetlerini, qiraat rivayetlerini ulardan bir vasıta tapşırıp alğan, bazısı vasıta bilen qiraatını ulardan yuqarı tapşırıp elinğan. Av yuqarıda tilgılınğın hem de 7 tane qarımның ismi. Hem 3 qarımni tayliq David'le tayliq, yani 10 op kelsin. Birisi Ebu Cafer Yezid ibn Qa'qa, ikincisi Yaqub ibn İshaq el-Hadrami, üçüncüsü Half ibn Hisham el-Bazzar. Şunu bilen 10 qarım tügüdü. Ahirki 3 qarım haqqidagi bir mulohizaki qarasak, ma 3 qarım Hicriye 2. asrninki kişileri. Ularning ahirda vafot topgani şu 3. asrninki ahirki qismida vafot topgan. Bu birinci mulohiza. İkinci mulohiza, bu qarımlarda şunu mulohiza qilgimiz keladi. Medine, Basraga nisbatan qolganba Halepni muşunun bu Kufi Hamza'nın qiraatini rivoyat qilgan ma Halep arasida en ahirdagi Halefni isham muşunun o'quvchilar deydi. Üçüncüsü ma 3 qarım fazilat, taqvalık ve ilim ma'rifatda büyük o'rindaydi. Ularning ahvoli ilgirkisining ahvoliga o'xshash. Yani demek 10 qarım bilim, taqvalık, fazilat bu sohaga xizmat qilishda közgü ko'ringan kishilarning qadrini Allah hammamizga rahmat qilsin. Qilgan amallarni qiyomat kunisi hasanat mezonlarida qilsin. Savoqdoshlar, shuni bilan bizningki kitobimizningki birinchi qismi tugadi. Ulumul Qur'onga munosabatlik, Ulumul Qur'on munosabatlik tarafga. İkinci qism tafsir ve tafsirninki yo'llariga keldik. Endi shu munosabat bilan yana tekrar qarab o'tsak, umumiy kitobninki ahvoliga biz Lamhat fi Ulumul Qur'on ve Ticahat Tafsir degan kitobimizda ismidan chiqib turibdi, ikkiga bo'lgan. Birisi Ulumul Qur'on, yana birisi Ittijahat Tafsir. Birinchi Ulumul Qur'onni 3 bobga bo'lgan. Qur'on haqidagi ma'lumotlarda 8 mazmun bopdi. Qur'onning ta'rifati, ismlari va Qur'onning parcha-parcha tushirilishi, ayet sura haqidagi ma'lumotlar, Qur'onning ayet suralarining tartibi, Qur'onning mo'jizaligi bu birinchi bobdi. Ikkinchisi Qur'onning to'planish tarixi. 3 xil to'planish, 3 mezgillik to'planish bo'lib, Rasulullohning davridagi to'planish, Abu Bakr radhiyallohu anhu davridagi to'planish, Osman radhiyallohu anhuning davridagi to'planish va undan keyingi mazmun Qur'onningki bugungi kunga qadar besilish, yezilish, taraqqiy qilish jarayoni. 3-bob Ulumul Qur'on haqida 3 mazmunni o'qimoqchi bo'lgan. Birisi Makka madaniy, ikkinchisi muhkam mutashabih, üçüncüsü qiraatdi. Shuni bilan kitobimizning birinchi qismi tugagan bo'lgan. Ham ikkinchi qismiga kelgan vaqtimizda qaranglar ekranga bir ko'rib o'taylik. Usulut tafsir desa, tafsir haqida tushuncha biridi. Biz buni buhusda o'qib bo'ldik savoqdoshlar. Biz o'qigan narsani o'qimaymiz, kallanligini qo'ysin. Ikkinchisi tafsir tarixiga kelsak, biz buhusda aniq qilib tafsirni 4 tarixga bo'ldik, 4 marhalaga. Rasulullahninki davridagi tafsir, sahabaların devridagi tafsir, tabi'inning devridagi tafsir, mayada tabi'inning keyingi devridagi tafsir deb biz tadvin devridagi tafsirda qanoq bo'ldik, o'qib bo'ldik. Tadvin devridagi tafsirni nechaga bo'ldik? 4 ga bo'ldik. Bu kallaningda bu husda o'qib bo'laqliq buni. Üçüncüsü ittijahat tafsir. İttijahat tafsir degan biz tafsirni bir necha nuqtadan bo'ldik. Uslub nuqtasidan tafsirni nechaga bo'ldik? 4 ga bo'ldik. Tafsir tahlili, tafsir icmali, tafsir muqarin, tafsir mevdui. Esan oldu ba? Menba noktasidan tafsir bil ma'sur, tafsir bil edeb 2'ye böldük.
Andikan manaj noktasından 7 xil tefsir çıkardık. İslam'da var. Tefsir ilmi, tefsir fiqhi, tefsir istilahi, tefsir bilma'thur, tefsir bir eğlendek 7 xil tefsir çıkardık. Şunu bilen biz boğazını okup olgan bugünkü ma kitaptımı şu mezmun var. Dedim ya, biz kitapni tekrar qanday qilmaymiz, o'qimaymiz, o'qib bo'lgan o'qimaymiz. Bunday olganda kitabımız bir bütün tügüde savaqdaşlar. Degan sizlarga xush xabar beray. Ma Lamhat degan kitabımız tügüde. Bu sizlarga beriladigan xush xabar. Ama xush xabarning orqasidagi shum xabarning birisi var. Kitapdan hammasini imtihon bersizlar. Birinchi qismdan emas, ikkinchi qismdan qo'shilib imtihon bersizlar. Al-Qur'on va ulumuhu imtihon bersizlar. At-tafsir va tijahatuhu imtihon bersizlar. Ama imtihan ilgirikidek taqlidiy shaklda bo'lmaydi. Bu imtihonimizmi boshqacha bo'ladi. Ya'ni hozir sizlar ekranga chiqaryapman emasmi? Diqqat qilsanglar, umum mazmun birinchi katakchida men sizlarga yeza qilgan ko'stay. Birinchi katakchida necha mazmun bor ekan qaradinglarmi? 7 mazmun bor. İkinci katakçıda 4 mazmun var. Üçüncü katakçıda 3 mazmun var. Ondan kinki katakçıda miyadazrak mazmun var. Türge ayrılmagan bolsun bunu bir mazmun deb turamiz. Bir mazmun. Ondan kinki ikinci babda jami 4 mazmun var. Ang ahirida 6 mazmun var. Belki arasından bunda başka mazmun çıkarışı mümkün. 7, 4, 3, 14, 15, 19, 26. 26 mazmun boptu bizden olmuş kitabımızda. Okugan ve okumagan bulup 26 tane mazmun boptu. Kitapta bu şu 26 mazmun asas qilib xulaslaymiz. Kitapning umumiy bet soni qancha bet savoqdoshlar? Kitapning umumiy bet soni 360 bet. Biz 180 betni o'qidik. Bir qitim ko'ziga aytib chiqayli. Qarang, tafsir haqida hammasi o'qib bo'lgan gaplar yoki tushunishli gaplar. Usul tafsiri haqida tafsir mufassir ehtiyojli bilimlarda biz bu husning eng oxirisida mufassir ehtiyojli qoidalar deb o'rgandik buni. Diqqat qilgansizlar, qavoidlari tarixi tefsir, Resulullah devrideki tefsir, sahabenin devrideki tefsir biraz kengra lekin Müşen mesela sahabenin içindeki müfessirlerin hemini sözlep öttük biz bu hususta. Sahabenin tefsirinden kıymeti mesela artık gapli var. Müşenler hemini qo'shsizlar. Tabi'inin devrideki tefsir, ondan keyin tabi'ilden keyingi devrideki tefsir, yani ahd-i tadvin xatirlash davridagi tefsir hisoblanadi. Buni biz 4 bosqichga bo'lgandik. Bu yerda aslan o'xshash tefsirdagi ittijohul lug'aviy, diqqat qilsangiz g'aribul Qur'on. Buni biz o'qib bo'laqliq bu husda. G'aribul Qur'on. Atalga o'xshamaydi. Mazmun nima tamamen o'xshash. Oddiy ko'rsatma. Bu shaklda kitobning oxirigacha ko'rsizlar ve xulosalab chiqsizlar. Bunaqa taxminan bir bugun kuniga nima bo'ldi, payshanba bo'ldi va mush payshanba bugundan tortib oldimizdagi bir haftani bunaqa men berishim mumkin. Ya'ni bir hafta to'liq beraman. İmtihon butunlay qo'l yozma bo'ladi, kompyuterda yozmaysizlar, qo'lda yozasizlar. Qo'lda qattiq go'zal yozib, chiroyli bir shaklda telefoningizda rasmga tortib yozib qo'yganlar menga yo'llaysizlar. Bu shaklda bir kitabımız butunlay tugagan bo'ladi. Mencha menga gapimni to'liq angladinglar va tushundinglar, tushunmagan taraflar bo'lib qolsa, darsdan keyin biz shu darsxonamizning guruhida bu to'g'risida tafsiliy so'zsanglar yoki men bir tushuncha bersam bo'ladi. Qolgan masalalar mush bo'yicha bo'lsin savoqdoshlar. Shuning bilan kitobimiz tugadi. Alloh kitobimiz bilan qatnashgan har o'quvchilarimizga manfaat bersin. O'quvchilarimizninki atdiganda uyqusini qo'yib, Ramazondagi charchashlarini qo'yib, darsiga qatnashib, dars astoydil muomala qilganlik uchun Alloh har biringizdan rozi bo'lsin. O'rgangan har bir narsalaringizni sizlarga dunyo oxiratda
manfaatli qilib bersin sadoqdoshlar. Hammanglarga Allah razı olsun tekrar. Hammanglarga rahmet aytaman. Shuning bilan bizning bu kitobimiz Lamhat fi ulumul Qur'on va Tijohat tafsir kitobimiz mush yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.